bolalar tilidan yozaman-ku men. Va bola bo'lib o'qib ko'radi. Va bola bo'lib o'qib ko'raman. Qaysi so'z mashtumda tiqilib qolyapti. Sinfga bitta kitob kelsa 30 ta bola talashib tortishib o'qiganmiz. Shunchaki pul qilish uchun, oylik olish uchun yoki o'sha kitoblarni ustidagi muqovasiga qarab, ichidagi rasmiga qarab sotib biznes qilish uchun chiqarilgan kitoblar bular. Shunaqa chiroyli saralab qilindi. Mutaxassislar ishladi, lekin o'sha kitoblar qayta nashr qilinmadi. Bir oy obuna bo'lib ketadi, yo'q. Mablag' qayerqa ketyapti? Aslida ortiqcha mehr ham bu bolaga zarar. Muammo bo'lsa, albatta majburlab dori ichiramiz. Nima uchun biz o'sha ma'naviyatida jarohatini davolashga harakat qilamiz. Balki o'sha eski qoliplardan voz kechish kerak. Men nazarimda yoshlarimiz harakat qilishyapti, lekin negadir bu natijasi ko'rinmayapti. Prezidentimizcha gaplari bor edi. 2 yil oldin bir bo'lsak yagonamiz, birlashsak bir vatanmiz degan. Assalomu alaykum. Qo'limda Gulxan jurnali. Bu jurnal bizni avlod uchun nihoyatda qadrli, nihoyatda sevimli, chunki biz aynan mana shu jurnal bilan birga ulg'ayganmiz, birga katta bo'lganmiz. Bu jurnalning sahifalarida biror bir maqolamizmi, she'rimizmi, biror bir so'zimizmi, rasmimizmi chiqsa, bu biz uchun juda katta bir quvonch, juda katta bir voqea edi. Bugungi bolalar uchun Gulxan qanchalik ahamiyatli, bugungi bolalar uchun Gulxan o'zini namoyon eta oladigan maydonga aylana olayaptimi? Albatta bu kabi savollar sizda ham bo'lishi tabiiy. Demak, Ziyolilar minbarida bugun Gulxan jurnalining bosh muharriri Zahro Hasanova mehmon. Assalomu alaykum Zahro opa. Qo'lingizda bir tutam Gulxan bilan studiyamizga kirib keldingiz. Nazarimda bir tutam bolaligimizni ko'tarib kelgandek bo'ldingiz. Rahmat sizga. Har safar xursand bo'laman, chunki kim qo'liga olsa bolaligini topib olgandek quvonib ketadi-da. O'sha quvonchni ko'rish uchun ham o'zim bilan doim jurnal olib yuraman. Rostdan ham Gulxan bizni avlodga, ya'ni shaxsan meni tengdoshlarimga bir quvonch bag'ishlaydi. Bu narsani har doim hamma joyda aytaman. Bugun Gulxan o'zini vazifasini, o'zini zimmasidagi mas'uliyatni qanday bajaryapti? Jurnal xodimlari, demak ijodkorlari o'zini vazifasini sidqidildan bajarishyapti, lekin uni o'quvchilarning qo'liga yetib borish darajasi biz istagandek emas. Avvalgidek emas. Nega? Chunki befarqlik kuchayib ketgan. O'sha aytaylik o'quvchilarimning qo'liga bugun qo'shimcha sifatida mana shu nashrlarni bering, G'unchani, Gulxanni degan nimadan qaytib qolishgan fikrdan. Nega? Chunki shunaqa paytlar bo'ldiki, yig'i bor-ku, obunaga yig'i pul boshqa bularni bezdirib qo'ydi o'z vaqtida. Ana undan keyin prezidentimiz o'sha korrupsiyaga barham berish uchun maktabda pul yig'ilmasin dedilar. Va o'zlari bir qaror chiqarib berdilarki, mahalliy budjetlar tomonidan hech bo'lmasa har bir kutubxonaga, har bir maktabga bittadan, bir donadan Gulxan jurnali kirib borsin degan bir qaror qilib berdilar. Xuddi ayni muddao bo'lgandek hamma gazeta jurnaldan voz kechdi. Nega bunchalik bo'ldi deb o'ylab qoldik-da. Shuncha yillar davomida sevib o'qilgan gazeta jurnallar nega bu ahvolga tushib qoldi? Bu adadini kamligi, bu faqat Gulxanni tashvishi muammosi emas. Bu barcha nashrlarni, bosma nashrlarni muammosi. Negadir bugun xalqimiz, demak, kitobxon, jurnalxonlarimiz ko'proq telefonga ishonib qolishdi. Va ba'zan o'zimga savol beraman-da, o'sha telefonlar shu Gulxan bergan jurnal, umuman bosma nashrlar bergan ma'lumot, bilim, ma'rifat, zavq, ma'naviyat shuni bera olyaptimi deb savol beraman. Mana o'zim ham gohida telefonga tikilib o'tiraman, qisqa xabarlar, boshqalar. Endi uni yozayotganlar hammasi ham o'sha aniq ma'lumotlarga suyanib, ishonib yozishyaptimi, yo'qmi degan savol ham bor-da. Biz qanaqa katta manbalar bilan ishlaymiz bu jurnalni tayyorlayotganda, to'g'rimi? Har bir salloqa ustida, har bir rukn ustida, matnlar ustida. Qolaversam, Gulxan, G'uncha, Tong yulduzi, mana bolalar nashrlari bularga tayanib darsliklar go'da
o'sha darslik tayyorlayotgan olimlarimiz ham foydalanishadi. Nega ishonishadi shunga? Men bir narsani aytaman, bu nashrlarda o'sha fidoyi insonlar hali ham ishlayapti. O'sha bolani sevadigan, bolaga nima kerakligini biladigan, uni qo'liga qanday she'r, qanday hikoya, mutolaaga berishni biladiganlar ishlayapti. Gohida o'ylab qolamanda, keyinchalik nima bo'larkin, suslashib ketmasmikin degan savollar bo'ladi. Bo'ldi shunaqa paytlar ham. Hali shu nashrlarda ishlashga nomunosib oylik olish uchun keladiganlar bor-ku. Ana o'shalar gohida susaytirib ham yuboradi. Nihoyatda hushyor turishimiz kerak. Bola tarbiyasi, ma'naviy tarbiya, ularga o'sha jurnallar orqali nimadir deyish, bu juda katta mas'uliyat. Qayerdadir kichkina kamchilik yoki aks ta'sir ketsa, biz bolaga noto'g'ri tarbiya berib qo'yamiz, noto'g'ri ma'lumot berib qo'yamiz. Hamisha qo'limizga hikoya, she'r, maqola o'shalarni olganida o'ylaymiz aks ta'sirini. Mana masalan, psixologga aytaylik, maqola buyurdingiz birorta. Iltimos, o'smirlar tarbiyasi haqida deb. Endi psixolog o'sha o'smirni o'ziga murojaat qilish kerak. Bizda ko'pincha boshqacha bo'lib qoladiki, uni har bir jumlasini ishlab, boshqa qilib, bolaga chiroyli qilib, she'rlarni ham xuddi shunaqa. Bolani tilida berish kerak. Bolani tilida, lekin bolani tilini hamma ham bilmaydi. Aslida bola tarbiyasida ishlayotganlarning hammasi bola tilini bilish kerak. U o'qituvchi bo'ladimi? U aytaylik, bolalar shifokori bo'ladimi? Tilini topmasa, bola bilan muomala qila olmaydi. Aytaylik, tish doktori o'sha nimaga kreslosiga o'tkazmasdan oldin, maxsus kresloga o'tkazmasdan oldin bolani aldab, suldab, yo'lini topib o'tkazmasa bola o'tiradimi? Doktor deganda bola baribir cho'chib tushadi. Xuddi shunday hamma sohada ham bola bilan ishlaydiganlarda qalbida beg'uborlik, bolalikni ozgina bo'lsa ham o'sha bolalikdan qolgan bir mehr deymizmi, bolalikning tuyg'ulari deymizmi, o'sha his-hayajonlardan ozgina bo'lishi kerak. O'shanda u ro'parasidagi bolani tushunadi. Biz ham har doim masalan bitta she'r o'qib ko'raman-da, har doim bolalarning tilidan yozaman-ku men. Va bola bo'lib o'qib ko'raman. Va bola bo'lib o'qib ko'raman. Qaysi so'z mashtumda tiqilib qolyapti. O'sha tiqilib, bo'g'zimda tiqilib qolgan so'zni ustida ishlayman. Qanaqa qilsam bola qabul qiladi. O'qib beraman. O'g'limga o'qib beraman, kelinimga o'qib beraman yoki ishxonaga kelib xizmatdoshlarimga o'qib beraman. Qaranglar, qaysi so'z bolaga og'irlik qiladi. Ana undan keyin aytaylik, qo'yamiz jurnalga yoki kitobga kiritamiz o'shalarni. Har bir so'zni ustida ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bolani bezdirib qo'ymaslik uchun. Bolani o'sha kitobdan, jurnaldan deb tashlab qaysidir so'zga kelib to'xtab qolsa, deb tashlab qo'yadi. Shuning uchun shu muqobil variantlarni topishimiz kerak. Mana baxtimizga izohli lug'atlar bor, to'g'rimi? Albatta o'shanga munosib so'zlarni topib, o'ylab, undan keyin taqdim etasiz. Gulxan bir oyda bir marta chiqadi, demak bir yilda 12 ta son chiqadi. Tabiiyki, bugun zamonni talabi Gulxanni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatish mumkin. Instagram sahifalarida bor, Telegram sahifalarida bor. Saytimiz bor. Sayt bor. Instagramda, Telegram sahifalarida o'qilish, ko'rilish darajasi qanday? Saytda to'liq variantda beramiz. Jurnal chiqib tarqalgandan keyin eng o'sha o'quvchini o'ziga tortadigan sahifalarni tashlashadi yigitlarimiz tahririyatdagi. Qiziqsin, ozgina jurnal izlab qolsin degan ma'noda, juda hammasini bo'lmasa ham, ayniqsa o'quvchilarning ijodini tashlaymiz, chunki ijodkorlarimiz turli viloyatlarda yashaydi. Ular kelib, masalan, obuna bo'lmagan bo'lsa, jurnal izlab qolishadi. Shuning uchun ular o'qisin, ko'rsin, o'zlari nimadan ham chiqarib olishadi keyin qo'llariga. Ba'zida izlab kelishadi, o'zini nimasiga tikib qo'yish uchun. Yig'ib boradigan qizlarimiz, bolalarimiz. Shuning uchun to'liq tashlaymiz o'quvchilarni, masalan, rasmlari, chizgan rasmlari, maqolalari, hikoyalari, baribir o'quvchiga ko'proq joy ajratishga harakat qilamiz. Agar yaxshi hikoya, yaxshi maqola,
yaxshi she'rlar bo'lsa hech qachon e'tiborimizdan chetda qolmaydi. Iste'dodlarni albatta yuzaga chiqarishga o'sha iste'dodlilarimiz talaba bo'lgandan keyin tahririyatga kirib kelishadi. Voy, she'rimni chop qilgandingiz, hikoyamni chop qilgan, xursand bo'lib ketamiz va yana ularni o'sha jamoatchi muxbir sifatida saqlab qolishga, ayrimlarini hatto ishga taklif qilamiz imkoniyat bo'lganda, xursand bo'lib ketishadi. Endi o'qishga, mutolaaga demak o'zida o'sha rag'bat sezgan bolalar baribir intilar ekan. Qarang, mana Gulxan jurnalini ijtimoiy tarmoqlardagi obunachisi 343 ta ekan. Hozir mana ko'rdim. Instagramda. Telegramda esa 500 dan ziyod, 600 ga yaqin ekan. Albatta, bu yaxshi, lekin juda kam ko'rsatkichda, juda kam ko'rsatkich. Qani endi bu 343 ta emas, balki 343 mingta bo'lsa, bo'lmaganda-da, qani endi. Umuman Gulxan bu bolani kitob o'qishga undaydigan birinchi pillapoyada. Nima deb o'ylaysiz? Bugungi ota-onalarni balki Gulxanga yaqinlashtirish kerakdir. Bolalariga ularni tavsiya qilish uchun. Men hamisha aytaman, bolalar o'qimayapti deymiz, bolalar obuna bo'lmayapti, Gulxan g'unchalarni o'sha odatlari tushib ketishiga shular sabab deb ko'rsatamiz. Men kattalar aybdor deyman. Nega? Siz masalan bolangizga, farzandingizga bitta Gulxanga obuna bo'lib qo'ysangiz, ochi varaqlamaydimi uyga kelganda? Varaqlaydi. Bitta yaxshi narsa topsa o'tirib o'qimaydimi? O'qiydi. Yoki o'qituvchilar masalan, voy Gulxan juda ham yaxshi chiqqan bizni davrimizda. Ota-onalarga aytinglar, mayli pul yig'ish mumkin emas. Uylarga obuna bo'lib qo'ysin. Shuni ham qilishmayapti-ku. Nega bunchalik befarq bo'lib qoldik deb o'ylab qolaman-da. Uncha-bunchalari kitob olib berishadi, boshqa qilishadi. Mana maktablarda o'sha kitobxonlik kunlari o'tkazilyapti. Nashriyotlar maktablarga borib ba'zida o'sha sotuvni tashkil qilib kelishyapti. Lekin bu kam. Mana hozir sizga yaqqol misol o'zim. Gulxanni ko'rib xursand bo'lib ketdim. Bolaligim qaytib keldi dedim. Qo'limda bir tutam bolaligim turibdi deb aytayapman, lekin o'zim bolalarimni Gulxanga obuna qilmaganman. Mana hozir mana o'zimni mana shu joyda turgan qaysidir ma'noda xatoyim, bolalarimni oldidagi qarzdorligim. Bolalarimga kitob do'konlaridan har doim ularning yoshiga mos keladigan qiziqarli asarlarni olib beraman. Xudoga shukr, bolalarim o'qiydi kitob. Lekin Gulxanga obuna bo'lish haqida qarang, o'ylaganman, lekin amalga oshirmaganman. Bugun o'sha xatoyimni to'g'rilayman va bugun men aynan mana shu Gulxan jurnaliga obuna bo'laman. Mana biz maktablarga, uchrashuvlarga, tadbirlarga boramiz, o'qituvchilar, fidoyi o'qituvchilar bor, hali ham maktablarda mana shu kunlarda o'sha Navoiy bobomizni tavallud kunlari munosabati bilan mana ertaga Uchtepa tumanidagi maktabga Bobur Mirzoga bag'ishlangan tadbirga ketyapmiz. Ana shu tadbirlarni tashkil qilayotgan o'qituvchilar biz ketgandan keyin hatto o'sha kvitansiya deymiz, chipta deymizmi, shuni yuborishadi. Mana men Gulxanga sinfimga obuna bo'lib qo'ydim. Mana shunaqa o'qituvchilar bor. Lekin kamda, o'z hisobidan. Chunki pul yig'ish mumkin emas. Ana endi shu o'qituvchilar ota-onalar bilan ishlasa qanday yaxshi, pul yig'ishmasin. Ota-onani yo'naltirsin. Mana kutubxona aytaylik, uyimga olib kelib bermaydi, aytaylik o'sha pochta xodimlari ishlamayapti degan sabablar ko'rsatishadi. Lekin maktabga bitta ikkita keladi-ku, Yangi O'zbekiston kelishi mumkin, Ma'rifat kelishi mumkin. Agar maktab kutubxonasiga manziliga obuna bo'lib, kutubxonachiga aytib qo'ysa, hech kimga berib yubormay, mana men maktabni manziliga kutubxonachi ushlab turadi o'sha o'quvchi kelguncha. Men viloyatlar, uzoq viloyatlarga ham aytaman. Chunki kutubxonachi hech bo'lmasa rayon markazidan olib keladi o'shani. Tuman markazidan olib kelib, kutubxonaga qo'yadi. Bir ikkita nashrlarni, Ma'rifatni qo'yishi mumkin. O'sha Xalq so'zi bo'lishi mumkin, Yangi O'zbekiston bo'lishi mumkin, yoki boshqa bir nashr, jurnallar bo'lishi mumkin. Ana shuni qatorida bolalar nashrlarni ham olib kelib 5 ta 4 ta obunachiga bersa, qanday yaxshi bu. Bugun 5 ta 4 ta bo'lsa, o'quvchilarda bilasizmi bir narsa bor. Dugonasi obuna bo'ldim, oyisiga boradi, mana dugonam ota-onasi obuna bo'libdi, o'rtog'immi, sinfdoshimmi, qiziq chiqayotgan ekan deydi. Bu tabiiy hol bu. Mana biz o'zimiz ham bolaligimizda dasta-dasta gazeta, jurnallar kelardi, o'tirib o'sha
kechki ovqatdan keyin eng yaxshi maqola haqida muhokama qilardik. Mana bu yerda yaxshi narsa chiqibdi, bu yerda bu hikoya yaxshi ekan, maqola zo'r chiqibdi. Onamlar ham mana o'qib qo'yinglar, yaxshi chiqib tavsiya qilardilar. Nega o'sha muhitda tashkil qilinmaydi? Agar tashkil qilinsa, biz aytmoqchi emasmiz. Ular jurnalist bo'lsin, filolog bo'lsin, yozuvchi, shoir bo'lsin. Yo'q, mutolaa bu qaysi kasb, qaysi hunarda bo'lsa ham doimiy hamroh bo'lishi kerak. Chunki u o'sha mudroqlikdan olib chiqadi odamni. To'g'rimi? Insoniy sifatlarni shakllantirish uchun mana bolalarimiz o'zidan o'zi shakllanib qolmaydi-ku. Undagi o'sha yaxshi sifatlarni tarbiyalab borish uchun ota-ona unutganini jurnal eslatib qo'yadi. Ota-ona unutganini gazeta eslatib qo'yishi mumkin, kitob eslatib qo'yishi mumkin. Bizani ham qaysidir ma'noda ota-onalarimiz kechgacha ishda bo'lishgan paytda badiiy adabiyotlar tarbiya qilmadimi? Qanaqa yaxshi adabiyotlarni topib o'qiganmiz, bekitib o'qiganmiz. Bitta sinfga bitta kitob kelsa 30 ta bola talashib tortishib o'qiganmiz. Shunaqa paytlar bo'lgan. Shunaqa paytlar bo'lgan. O'z-o'zidan ular ertaga hayotdagi muammolarni, hayotdagi yechimga olib boradigan yo'llarni o'zi topadi. To'g'rimi? Hayot bu bir umr o'rganish degani bu. Avvalo insonga berilgan buyuk tuhfa bu. Lekin unda qanaqa yashab o'tish, to'g'rimi? O'sha insoniy sifatlar bilan yashaydimi yo o'sha xunuk qilib aytganda ham yeb ichish, to'yish bu hayvoniy sifatlar bular. Mol-mulk, bir narsaga hirs qo'yish bular. Odamni jaholatga olib boradigan yo'l. Shuning uchun bugun zararli odatlardan qutulishning eng chiroyli yo'llari bu bolalarimiz qo'liga mana shu nashrlarni, bolalar kitoblarini, bolalar nashrlarini berish. Kitoblar ham chiqyapti. Mana bolalar adabiyotiga e'tibor 1-2 yil bo'ldi mana o'zgardi, to'g'rimi? Umuman mutolaaga, kitobga shaxsan muhtaram yurtboshimizning o'zlari alohida urg'u beryapti. Kitob o'qigan bolaga, kitob o'qigan yoshga avtomashina berilyapti. Bu albatta rag'bat. Va yana bitta narsa aytdingiz, shaxsan prezidentimizning o'zlari har bitta maktab Gulxanga obuna bo'lsin degan bir qarorlari bor. Va bu qaror bugun qanday ishlayapti? Bu qaror 50%, 40% ishlayapti, dadil ayta olaman. Men sanab berishim mumkin o'sha biz bilan bog'lanmagan viloyatlarni. Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyati yonginamizdagi. Vaholanki Toshkent viloyati boy viloyat hisoblanadi, to'g'rimi? Juda katta viloyat, qancha maktabi bor uni. Mana bog'lanmagan biz bilan. Navoiy viloyati, Buxoro uncha-buncha bog'langanlari ham bilasizmi qanaqa bog'lanishyapti. Shunchaki go'da o'sha qaysidir ma'noda shu qaror ijrosini ta'minlash uchungina 6 oy, 3 oy obuna bo'lib ketayotgan. Vodiy shunaqa. Mayli, Farg'ona uncha-buncha bog'lanib turibdi. Namangan bir paydo bo'lib qoladi. Yo'q. 1 oy obuna bo'lib ketadi. Qani balki kimdir o'shani o'zlashtirayotgandir, ajratilayotgandir u, lekin yo'q. Mablag' qani qayerga ketyapti? Andijon bir sidra bog'landi, hozir negadir jim balki bog'lanib qolar. Balki haqiqatdan ham o'sha mahalliy byudjetlardan mablag'lar ajratilmayotgandir. Men hech kimni ayblamoqchi emasman, lekin o'sha hokimiyatlardagi mas'ul shaxslar bugun bolalar ma'naviyatiga, bolalar tarbiyasiga, bolalar ma'rifatiga e'tibor bermas ekan, bu ertaga jinoyatchiliklar ko'payadi, ertaga boshqa loqaydlar ko'payadi, o'sha telefonga mukkasidan, kompyuterga mukkasidan ketgan bolalar ko'payadi. Oqibat nima bo'ladi? Bolalarimizni biz tipati qilib robotlashtirib qo'ymaymizmi? Ertaga kimni ayblaymiz? Bugun biz bu xatolarni oldini olmasak kimni ayblaymiz? Vaholanki hikoyalar, she'rlar bilasizmi odamni his-tuyg'ularni qanaqa chiroyli nima qiladi? Voy, mana shu misrani deymiz, mana shoirlarimizni she'rlarini eslaylik, Abdulla Orifdan eslaylik. Qanaqa chiroyli qo'shiqlar bo'lyapti. O'sha qo'shiqlar hech bo'lmasa qo'shiq tinglashni bilsin. Tanlab tinglashni biladi bola. Agar kitob o'qisa, shunchaki so'zni qadrini xunuk qilib aytganda xontaxta qo'shiqlarni emasdi, ma'noli. O'sha matnida haqiqiy shoirni she'rlari turgan nimalarni eshitadigan bo'ladi, tinglaydigan bo'ladi. So'ziga, qo'shiqni so'ziga e'tibor beradigan bo'ladi. Shunchaki hali musiqasi, voy sho'x ekan, voy u ekan,
o'zi yozib olib o'zi nima qilib chiqarayotgan qo'shiqlarga emas. Bu ham bir ma'naviyatda, mana bu ham bir ma'naviyat. Endi yana bitta vaziyat borda, targ'ibot masalasi. Targ'ibot masalasi. Hozir siz aytib o'tgan fikrlar, siz aytayotgan munosabatlar hammasi to'g'ri va albatta bu tanqidiy qarashlar nazarimda o'rinli. Hozir bizni kuzatayotganlar orasida albatta mutasaddilar bo'lishi kerak. Balki ehtimol bu fikrlarimiz, bu suhbatimiz sizga, bolalar nashriga, bolalarni hayotiga ijobiy bir vaziyatga ishlab beradi. Men mana shu holatdan umidvorman, gapni ochig'i. Bermoqchi bo'lgan savolim, bugun zamon xohlaymizmi yo'qmi o'zgardi. Bugun xohlaymizmi yo'qmi qo'llarimizdagi kitoblarni o'rnini telefon egalladi va bu tabiiy holat, bu zamonni zayli. Har bitta zamonni o'zini ohangi bor, har bitta zamonni o'zini pastu balandi bor. Targ'ibot masalasida balki yangi bir taqdimlarni o'ylab ko'rarsiz. Masalan, 343 tagina obunachi turibdi ijtimoiy tarmoqda. Uni oshirishga, uni ko'paytirishga harakat qilib, jonli jurnalni amalga oshirish mumkindir. Mana aytaylik, shu nimani kanallar bilan ishlashni biladigan, yaqindagina o'qishni bitirib kelgan bolalar ishlashyapti. SMM xizmati. O'ylashyapti, hammasini izlanishyapti. Ular biladi yo'lini. Biz kattalarga qaraganda, to'g'rimi? Lekin o'sha ma'naviyat, ma'rifatga xizmat qiladigan kontentlarni qo'yinglar deyman-da. Chiqib ketmaylik deyman. Aytaylik, uni o'quvchisini oshirish uchun reklamaga berilib ketmasin, uni o'quvchisini oshirish uchun bo'sh, hali ma'naviyatimizga zid bo'lgan bir narsalar kirib qolmasin deyman. Shuning uchun ham balki nimada ishlashayotgandir. Balki qaysidir bir me'yorlarni buzish vaqti kelgandir. Qoliplarda deymiz. Qoliplarni buzish vaqti kelgandir balki. Bu ma'naviyatsizlikka chorlash maqsadida aytilmayapti bu gap. Balki o'sha eski qoliplardan voz kechish kerak. Men nazarimda yoshlarimiz harakat qilishyapti, lekin negadir buni natijasi ko'rinmayapti. Kuni kecha bolalar adabiyoti kengashini hisobot majlisida balki o'sha katta savdo shoxobchalariga qo'yish bu nashrlarni. O'sha masalan o'zing bo'yadigan nimalar bor, hozir paydo bo'lib qolgani, yana boshqacha kitoblar paydo bo'lgan. To'g'ri, men o'zim ham murojaat qildim. Bolalar adabiyoti kengashi ham o'ylayapti. Asosiysi bolalar adabiyotini boshlanishi mana shu nashrlar baribir. Aynan men bir taklifni bergan bo'lardim. Gulxanni jonli jurnalini ijtimoiy tarmoqlarda amalga oshirish kerak. Bolalar uchun mo'ljallangan sahifalarni yo'lga qo'yish kerak. Chunki yana aytaman, va buni siz ham, biz ham hammamiz bilamiz, hammani qo'lida, bolani qo'lida telefon bor. Va buni zamonni zayli sifatida qabul qilishimiz, ularga o'sha telefon orqali kerakli ma'lumotlarni berish biz kattalarning vazifasida. Mayli o'sha Gulxanni jonli yana telefonga o'tkazib qo'ymaymizmi ularni? Yo'q. Bizni o'sha bolalikda Gulxanga qoplab xatlar kelardi degan gaplarni eshitardik va o'zimiz ham maktublar, xatlar yozganmiz. Bugun xatlar keladimi? Bugun bolalarni, o'smirlarning munosabati qanday? Albatta, Telegram kanalimiz orqali ijodkor o'quvchilar bor, mana ijod maktablarining o'quvchilari bor. Uzoq viloyatlardan yuborishadi, o'zini ijodini yuborishadi, savollarni yuborishadi, chizgan rasmlarni yuborishadi. Ularni saralab menga olib kirishadi. Mana bu yaxshi nimalar ekan, qaysi birini qo'yamiz deb o'zlari ajratishadi. Men nazarimda to'g'ri, endi avvalgidek o'sha qoplab deb aytolmaymiz, lekin xatlar Telegram kanali orqali kelib turibdi. Elektron shaklda keladi. Elektron shaklda kelib turibdi. Berilayotgan maqolalarni, o'sha she'riy sahifalarni qaysi mezonlar asosida taqdim etasiz? She'riyatda o'zini qonun qoidalari bor, to'g'rimi? To'g'ri, bolalardan kelayotgan ijod mahsulini uni hali she'r deb bo'lmaydi yoki hikoya deb bo'lmaydi, ayniqsa quyi sinflarda. 4-chi, 5-chi, 6-chi sinflarda ularni tahrir qilinadi. Keyin ijod hayratlari degan sahifamiz bor. Shunda o'sha ijod sirlarini o'rgatamiz. Aytaylik, mana masalan bolalar shoiri Abdurahmon Akbar kitobi bor, shu she'riyat sirlarini, o'zi she'riyatga qanday kirib kelgani haqida gapirib berishadi. Kavsar Turdiyeva yozdilar. Mana shularni berib boramizda,
bolalar ham ozgina tajriba, ayniqsa o'sha ijod maktabidagi bolalar shuni o'qisin deymiz. Katta adiblarimiz, katta shoirlarimizni ilk ijodga qanaqa qilib qadam qo'yganlari, qanday qilib qadam qo'yganlari haqidagi o'zlarini o'sha esdaliklari, xotiralari bor, shularni ham berib boramiz. Ijod hayratlaridan. Nega bolalarga saboq bo'ladi bu deymiz. Mana masalan, aytaylik, Nosir Fozilov bolalar yozuvchisi bo'lgan, bilasiz. Bilaman. Shukur Xolmirzayev endi maktabni tamomlab jurnalistika fakultetiga o'qishga kelganda qanaqa qilib o'sha Gulxan jurnaliga Nosir Fozilov faoliyatga kelgani haqida yozganlar-da. Chunki u o'quvchilik paytida Nosir Fozilovga xat orqali hikoyalarini jo'natib turganlar-da, keyin talaba bo'lganlaridan keyin tahririyatga kirib kelganlar. Va Shukur Xolmirzayev qanaqa qarshi oldilar, keyin qanaqa qilib ijodga yo'naltirdilar, nima uchun Shukur Xolmirzayev hikoyalari Nosir Fozilovga ma'qul bo'ldi, o'sha tabiat manzaralari chiroyli berilgani, o'sha Boysunni o'ziga xos tog'li nimada bilasiz-ku, manzarasi juda chiroyli bo'lgan. Boysunni bolalari o'sha tog' toshlarda, o'sha sirli bir nimalarda, manzaralarda, sirli deb ayta olmaymiz, mo'jizakor manzaralarda qanaqa ulg'aygani, o'sha o'quvchiliklari o'sha hayotdan olib yozganlari Nosir Fozilovga ma'qul bo'lganda, ana shu yo'lingdan qaytmagan. Mana narsalaring menga ma'qul bo'ldi deb har safar hikoya olib kelganlarida yo'l yurish bilan, mana ustoz bilan shogirdni demak muloqoti qanaqa kechgani, tahririyatda shularni hammasini qog'ozga tushirganlar. Mana bular hammasi bugun o'sha ijod maktabida ulg'ayayotgan bolalarimiz uchun, ijod sirlarini o'rganayotgan bolalarimiz uchun juda ham katta saboq bo'ladi deb o'ylayman. Nafaqat ular uchun, balki umuman har bitta bola uchun, adabiyotni sevgan bola uchun, kitobni sevgan bola uchun va albatta o'zini katta bir maqsadlari bo'lgan bola uchun qaysidir ma'noda qo'llanma u faqatgina yozuvchi bo'lish uchun, shoir bo'lish uchun emas, hayotda o'z o'rnini, yo'lini topish uchun. O'zimiz ham shu bolalarni kuzatamizda, 7-sinfda yozgan she'ri bilan 10-sinfda yozayotgan she'rlarida qanaqa katta farq borligini bilamiz. Mana oddiygina bir misol aytishim mumkin. Hozir doktoranturada o'qiyapti bir qizimiz, 4-sinfdan ota-onasi tahririyatga yetaklab kelgan. O'zimizga hozir maqolalar yozadi. Shunaqa bir necha xorijiy tillarni o'rgandi, shunaqa iqtidorli qizda endi bu qizimiz. Bunaqalar ko'p, mana Zulfiya mukofotini olishyapti, to'g'ri, Mart o'g'lonni olishyapti. Bular so'yinib sevinib o'tiramiz. Bular bizani aslida jurnalistika fakulteti, filologiya fakultetida umuman qo'liga qalam olgan ishlayotgan bugun yoshlarimiz, ijodkorlarimiz borki, hammasini bolaligi Gulxan bilan, G'uncha Tonguldiz bilan bog'langan. Men bugungi bolalarni bir ma'naviy fojiasi sifatida aynan mana shu Gulxan, Tong yulduzi, G'uncha kabi jurnallarga bir bog'lanib ketmaganligida deb bilaman. Uzilib qolishganda deb bilaman. Bunda bolalarning aybi yo'q, bunda kattalarni aybdor deb bemalol ayta olamiz. Endigi savolim, bugungi zamonaviy bolalar adabiyotida bolalarga beradigan nimalar kam, nimalar yetishmayapti? O'sha bo'shliqlarni to'ldirishga harakat qilinyapti mana 2 yildan beri. Mana o'sha yangi O'zbekiston nashriyoti buyuklar bolaligi haqida yaqindagina taqdimotini o'tkazdi. 13 ta kitob tayyor bo'ldi. O'sha buyuk insonlarimiz Al-Xorazmiy, Al-Beruniy, Al-Buxoriy, Ibn Sino, ularning bolaligi haqida ma'lumotlar yo'q, lekin qaysidir manbalarga suyanib, tayanib o'zlari chiroyli qilib nima qilishyapti. Mana multfilmlar qilinyapti, Beruniyning bolaligini qilishdi, multfilm qilishdi. Yana yoshlar ishlari agentligi ham Ildiz degan bir loyiha ustida ishlab, ular ham o'sha buyuklar bolaligini yosh ijodkorlarga topshirishdi. U yerda ham chiqdi. Yomon emas, men o'qib chiqdim, to'g'ri, yoshlarnikida ozgina kamchiliklar bo'lishi mumkin, lekin mana bu O'zbekiston nashriyotida chiqqan buyuklar bolaligini biz jurnal sahifalarida ham berib boryapmiz, harakat qilishyapti, qilinyapti. Hammasi o'sha bugungi bolaga yoqadigan qilib tayyorlashgan. Rassomlar ishlayapti.
dizayni, qog'ozi, sifati hammasiga o'sha bosmaxona ishlari bor-ku, bosmaxona sifat ana shuni ham chiroyli qilib bajarishga harakat qilinyapti. Mablag'lar ajratilyapti. Yana nimalar kerak? Yana nimalar kerak? Endi to'g'ri, mana masalan men o'zim o'ylab yuribman-da, uncha Gulxan jurnallarida ishlab yurganimda komikslar qilardim. Nimaga? O'sha rassomlarni ishlatardim-da, o'sha qiziqarli 1 bet, 2 betlik komikslar. Bu dangasaro bolalar uchundir. Rasmdan rasmga o'sha ozgina hajm bilan, yumor bilan. Har bitta bolani fe'l-atvori bor. Ana hammasiga ham qo'liga katta matn berib o'qita olmaysiz. Ana shunday paytda ular o'sha komikslarni, suratli nimalarni ko'rishsin-da, shundan bir saboq olsin deb. Ana shu komikslarni yig'ib kitob qilishim kerak deb o'ylab qo'ydim-da. Lekin ko'proq vaqtim Gulxan bilan band bo'lgancha hali shuni amalga oshira olganim yo'q. Vaholanki o'sha komikslar muallifi o'zimman. Amalga oshiring. Amalga oshirishim kerak. Qolaversa o'sha komikslardagi rassomlarni ham o'z vaqtida rozi qilganmiz. Hech kim e'tiroz bildirmaydi. Bugun kitob qilib chiqarsam hech kim e'tiroz bildirmaydi. Mana men o'ylayotganim mana shu. Keyin yana nimalar qilishimiz mumkin deb o'ylayman. Shu she'rlarni hamchi mana hozir ijodkorlarimiz ko'pincha nashriyotlar she'rlarni qabul qilmaslikka harakat. She'r sotilmaydi deydi, do'konlarda deydi. Ko'pchilik o'qimaydi deydi. Lekin saralab bersak eng zo'rlarini. Bolalar. Masalan, katta kitob qilmay bolalarni, kattalarniki havaskor bolalar, havaskorlarniki. O'sha shularni saralab bersak, men nazarimda rag'bat bo'lardi bolalarga. Yo'q, bolalarnikini o'z-o'zidan mana birinchi kitobim loyihasida chiqarishyapti mana. Yozuvchilar uyushmasi o'sha Zomin seminarida ishtirok etgan yosh ijodkorlarni kitoblarini 5 ming, 10 ming adadda chiqaryapti, tarqatyapti, butun respublikaga tarqatyapti-da. Lekin biz masalan men aytmoqchi bo'lgan gapim bugun sanoqligina bolalar ijodkorlari bor. Ana shularnikini ham yana ham aytibman-ku, ba'zida ijodkorlarimiz bolalarga yozyapman, bolalar haqida, lekin bolalar haqida kattalarga bo'lishi mumkin-da-yu. Bolalar aynan o'zi qabul qiladigan she'rlarni saralab berishimiz kerak. Kitob ustida ishlayotgan nashriyotlar, ayniqsa xususiy nashriyotlar shunchaki ko'r-ko'rona chiqarib yuborgan paytlari bo'ldi-da. Xatolar bilan chiqib ketdi, imlo xatolari bilan. Bo'laman, Zahro opa, mana shu joyda shu savolni berishim kerak. Shunday bir ertak kitoblari qo'limga tushdiki, u bolalar uchun mo'ljallanmagan ertaklar. Ma'nosi, mantiq hech qaysinisi talabga javob bermaydi. Bu kitoblar qanday qilib chiqib ketdi? Balki aynan mana shunday bir talablarga javob bermaydigan, ma'naviy me'yorlarga to'g'ri kelmaydigan bolalar uchun mo'ljallangan adabiyotlar ota-onalarni biroz ulardan uzoqlashtirgandir. Bu ham sabab bo'lishi mumkin. Ana shu yerda qanaqa muharrirlar o'tiribdi degan savol tug'iladi, ko'rdingizmi? Shunchaki pul qilish uchun, oylik olish uchun yoki o'sha kitoblarni ustidagi muqovasiga qarab, ichidagi rasmiga qarab sotib biznes qilish uchun chiqarilgan kitoblar bular. Men o'zim ham Yangi asr nashriyotida ishlaganman. To'g'ri, kitoblarni chiqarayotganda iloji boricha o'sha mas'uliyatni his qilib ishlashga harakat qilganman, lekin atrofimda ayrim muharrirlarni ko'rganman, shunchaki "Hey, nima qilyapsizlar?" deganda juda befarqlik bilan munosabatda bo'lish. Hammasiga bas kela olmaysiz. Hammasiga bir o'zingiz bas kela olmaysiz qayerdadir. Hozir ancha ular ham tartibga tushib qoldi. To'g'ri, u ancha yil oldingi bir necha yil oldin kitob sotib oldim. Aynan bog'chaga, o'g'limni bog'chasiga, ya'ni bog'cha opasiga sovg'a qilish uchun ertak kitobini sotib oldim. Juda chiroyli. Mana shunday kattalikda, lekin bunga nisbatan ancha qalin, juda chiroyli, rangli, harflar ham katta-katta yozilgan, dona-dona. Lekin o'qib ko'rmadim. Bolalar uchun ertaklar bo'lgani uchun oldim va uni bog'cha opasiga sovg'a qildim. O'qib beryapsizmi bolalarga ertak dedim. Ha, rahmat, kitob uchun rahmat. Yana boraman. Yoqdimi kitob? O'qib berdingizmi? Ha, o'g'limdan so'rayman. Men olib borgan kitobdan ertaklar o'qib berdilarmi ustozinglar, bog'cha opanglar? Yo'q, o'qib bermabsiz-ku. Sizga o'qib bering deb sovg'a qilgandim. Bolalar kitob o'qiganingizni ko'rsa, eshitsa yaxshi bo'ladi-ku degan fikrni berdim. Lekin bog'cha opasi
kitobni qo'limga tutqazdi-da, agar vaqtingiz bo'lsa uyga borib bir varaqlab ko'ring. Bularni bolalarga o'qib berishim qanchalik to'g'ri dedi. Ertak o'tsam, ha ertak, lekin siz uyga borib o'qib ko'ring dedi. Uyga bordim va kitobni varaqladim. Bog'cha opasiga darhol telefon qildim. Rahmat, bu kitobni bolalarimga o'qib bermaganingiz uchun. Endi qarang, shu yerda mana nufuzli nashriyotlar borda. O'sha muharrirlar tajribali, bular mana hozir bizani o'sha ijobiy jihatlarimiz shu yerdaki, o'sha 3 yoshli bolaga, 4-5 yosh ko'rsatilyapti kitoblarni. 5+, 6+. Keyingi paytda bir narsani eslaydigan bo'lib qoldim-da, prezidentimizning gaplari bor edi 2 yil oldin. Bir bo'lsak yagonamiz, birlashsak bir vatanmiz degan chiroyli shior bilan mustaqillik bayramini nishonlagandiga. Qarang, shu ikkita misrada qanaqa katta ma'no borda, biz birlashishimiz kerak. O'sha kamchiliklarni tuzatish uchun nashriyotlar, bolalar ijodkorlari faqat o'sha kitobni orqasida pulli mablag'i ko'rmaylik. Bola turibdi uni oldida. Shu 3 yoshli deb ko'rsatilyaptimi? Haqiqatda 3 yoshli bolaning qo'liga munosibini tutaylik. Bor, hali ham shunaqa ijodkorlarimiz bor. Mana misol qilib Zamira Ibrohimovani aytishimiz mumkin. Fan nomzodilar, filologiya fanlari nomzodi bog'chalar uchun shunaqa katta to'plamlar tayyorlaganlar. Bilasizmi, o'sha to'plamda xalq og'zaki ijodidan namunalar olganlar. Aslida xalq og'zaki ijodimiz juda ham boy, bilasizmi? Erkalamalar, ovutmachoqlar, sen toychog'im, toy bolam, osmondagi oy bolam. Nimaga onalar, otalar bugun o'sha otalarga ham etishi mumkin bo'lgan erkalamalar bor. O'sha yerda onalar etadigan erkalamalar bor. Ana shulardan foydalanib bolamizni mehr bilan katta qilsak, ularga vaqt ajratsak va o'sha 2 tomli Gulgina degan kitoblari bor deb 3 yoshli bolaga, 4 yoshli xalq og'zaki ijodidan boshlanadi, keyin o'sha 70-80-yillarda ijod qilgan bolalar uchun saralab olganlar. Zafar Diyordan, Qudrat Hikmatdan, uni o'sha Quddus Muhammadiy, Po'lat Mo'mindan hammasini jamlaganlar. Yoshiga munosib qilib jamlaganlar. Bir qismi 5 yoshli, 6 yoshliga, 7 yoshliga deganlar. Bog'chapalar agar bularni topib o'qisa, ularni keyin 5 ta kitob ham qilishdi. Bir sidra nimaga ko'paytirmaymiz deyman-da shularni. U kitobda o'sha uyda o'tirib bog'chaga bolasini bermagan, bir paytlar o'sha maktabgacha ta'lim nimalariga bolalarimizni sig'dira olmay ham qoldik-ku. Keyin xususiylar ochildi. Ana o'shangacha bo'lgan muddatda uyda o'tirgan onalar ham bolasi bilan shug'ullansin deb 5 ta kitob qilindi. Ana shu kitobda o'sha 3, 4, 5, 6 yoshli bolalarga shunaqa chiroyli saralab qilindi. Mutaxassislar ishladi, lekin o'sha kitoblar qayta nashr qilinmadi. Menga qolsa bola tarbiya qilayotgan har bitta uyda, xonadonda bitta kitob bo'lishi kerak. Mana ko'zmunchog'im chiqdi. Uni bolalar varaqlamaydi, uni bola tarbiya qilayotgan ota-onalar o'qisin. Qanaqa chiroyli narsalar bor, bilasizmi? Hikoyalar ham moslab, mavsumga moslangan, fasllarga, muhim sanalarga, Navoiy bobomizga, hammasi bor ichida. Masalan, Amir Temur kim? U haqdagi she'rlar, hikoyalar, masalan, o'sha qahramonlarimiz, buyuklarimiz, ajdodlarimiz, mana shular haqida ma'lumotlar bor. Sekin singdir, mayli ularni maktabda singdirsin, lekin bugun ota-ona ozginagina shug'ullansin, bolasiga telefonga tikilib o'tirmasin. Masalan, bugun zo'r she'r aytib beraman, bugun takrorlasin, bola bir pasda ilib oladi. 8 qator she'rni bir pasda ilib olishadi. Men o'zimni bolalarimda ko'rganman buni men. Keyin mana maktablarga, tadbirlarga boramiz, boshlang'ich sinf darslariga she'rlarim, hikoyalarim berishgan. Chaqirishadi o'qituvchilar. Bolalar shunaqa tinglaydi, bilasizmi? Ayniqsa uni yoddan yetib bersangiz bu she'rlarni. Shunaqa tinglashadi. Voy, shu she'rni siz yozganmisiz? Bolani ko'zlari hayratga to'la. Agar bugun siz o'sha hayratni so'ndirmasangiz, ularga qanaqadir zavq berib kelsangiz, ertaga kitobingizni topib o'qiydi ular. Telefon qilishadi, bilasizmi, bir maktabda 3-4 yil oldin ko'zmuncha 35 ta shu boshlang'ich sinf o'quvchilariga
mos she'rlarimni jamladimda, uni ham o'sha bir tadbirkor, kitob do'koni bor tadbirkor keldida, menga dedi, kichik yoshdagi bolalar uchun deb so'rab kelishyapti she'rlarni. Menga sizni aytishdi, sizni tavsiya qilishdi, iltimos deyishganda saralab berdim o'sha bog'cha yoshidagi bolalarni she'rini. O'zi 5000 adad bilan chiqardi. Mendan o'sha paytda kitoblarni mablag' bilan chiqarayotgan paytimiz edi. O'zi chiqarib, o'zi sotdi. Menga ham masalan shu qalam haqini o'rniga 200 tami 300 ta kitob berdi-da, keyin uni maktablarga borganda, uchrashuvlarga borganda o'qituvchilarga, bolalarga taqdim qildim-da. Shu bir maktabga borganimda o'quvchisi sal ko'proq ekan, men kamroq kitob olib boribman-da. Bitta ikkita bolaga yetmay qolibdi. O'qituvchisi telefon qildi. Uchrashuv o'tdi-ku, u meni ko'rdi, she'rlarni eshitdi, darsligida bor, yig'layapti. Boshlang'ich sinf o'quvchisi, u hali juda ham kichkina, yetmay qolsa, xuddi sovg'a yetmay qolsa, o'sha etiklik archa bayramidagi bir sovg'a yetmay qolsa xafa bo'lib qoladi. Bitta bolam yig'layapti, bir ikkita bolamga yetmay qoldi kitobingiz. Qayerdan topsam voy, qolmadi, oxirgisini olib bordim dedim. Keyin o'sha tadbirkor esimga tushib qoldi, Chilonzorda dedim. Kitob do'konida sotyapti shu tadbirkor. Borib o'qituvchisi. Qarang qanaqa o'qituvchilar bor, Bor. Bor shunaqa. Lekin kam bular. Kam. Olib kelib bir ikkitasiga o'sha yetmay qolganiga taqdim qilgan, qarang. Men xursand bo'lib ketaman bunaqa o'qituvchilarni ko'rganimda. Hozir siz aytyapsiz, men xursand bo'lyapman. Bilasizmi, ba'zida vaqtim bo'lmasa ham jurnalni ishi bor bu yoqda, boshqa bir rejalarim bor, lekin maktab taklif qilsa uchib boraman. Nega? Shu bolalarni qulog'iga kiradi-yu deyman. Esida qoladi-ku deyman. Shularning davrasida she'r o'qiyman. Nimalardir aytib beraman. Mana masalan ertaga Boburning tug'ilgan kuniga boramizmi? Bobur o'sha jurnalga tayyorlayotganimda yozgan bir she'rim bor. Bobur bobo, Navoiy bobom degan she'rlarim bor. Shularni o'qib beraman va o'zim bilgan ma'lumotlarni, darsliklarga kirmagan ma'lumotlar, masalan o'sha bolalar uchun yangi bo'lgan Bobur shunoslar sayohatnomalari bor. O'shadan o'qigan ma'lumotlarni o'qituvchilarni o'zi ham boyiydi. O'qituvchilar o'zini ustida ishlasa, ana shu ma'lumotlarni darslarga olib kirsa, yuqori sinflarga uchrashuvga bordim dedi yaqinda bir ijodkorimiz. 9-sinf bolalari bilmaydi, umuman ma'lumotga ega emas. Qani, 2 qatorgina Navoiydan bilasan, bu og'riqli jihatlarimiz. Yelkasini qisib o'tirishibdi. O'zim 2 qator o'qib berib, sharhlab bersam, yana yelkasini, buni adabiyot o'qituvchisi qanaqa deb aytdim dedi. Bilasizmi? Bularni adabiyot o'qituvchisi qanaqa o'qituvchi? Bu og'riq. Ular o'sha 1 soatlik darsga ajratilgan vaqtni shunchaki oyligini olish uchun kirib chiqib ketadigan o'qituvchilar bor hali ham. Meni kechirsin o'sha o'qituvchilar, lekin bor. Faqat oylik uchun borib kelish kerak emas. Shu 35 ta bolaga bugun ma'rifat ulasak, ziyo ulasak, bu ibodat bilan teng deyiladi. Muqaddas kitoblarimizda ma'rifat bu ibodatdir deb ko'rsatilgan. Yana bir maktabga borganimizda zalda bolalar kamroq ekanda. Men aytdimki, men har doim kelavermayman. Keyin boshqa maktablarga ham boraman, bu maktabga borganman deb o'zimcha hisobga olib qo'yaman. Shuning uchun bolalarni olib kiringlar, eshitsin dedim-da. Shu bolalarni kiritmadik deyishdi. Odatda shunaqa bir tendensiya bor. Ular to'polon qiladi, men aytdim, yo'q, aynan shu bolalarni olib kiringlar. Chunki o'qiydigan o'sha ziyoli oilaning bolalari shundoq ham ozgina nimadir oilada, o'qituvchidan nimadir oladi, lekin o'sha sho'x bolalar qulog'iga kiradi. U kitob o'qimasligi mumkin. Uni oilasida birorta gazeta, jurnal kirmasligi mumkin. Ota-onasi biror narsa demasligi mumkin. Lekin bugun maktabga kirib she'rlarni eshitsa, o'sha qaysidir qiziqarli bir narsalar, ma'lumotlarni eshitsa, qulog'ida qoladi-ku, bolaning xotirasi juda kuchli bo'ladi. Olib kiringlar, men o'zim tinchitib olaman dedim. Olib kirishdi yuqori sinf bolalarini. Endi men ham bolalarning davrasiga kirib olaman. O'shalar bilan birga bola bo'laman, savol javob qilaman. Xullas o'sha vaziyatdan kelib chiqib shular bilan chiroyli muomala qilib, she'rlar o'qib, gapirib, o'sha ajratilgan vaqtni mazmunli qilib chiqib ketishga harakat qilaman-da. Mana qarang o'qituvchining munosabatini. Agar to'polon qiladi, to'g'ri, ular masalan meni oldimda uyalmaslik uchun o'shalarni kiritmagan bo'lishi mumkin, lekin agar
shu yerda o'qituvchi sal boshqacha fikrlaganda edi, o'sha bolalarni olib kirgan bo'lardi. Mana shunaqa hisoblayman. Olib kirish kerak, chunki yaxshi o'qiydigan bola shundoq ham ota-onasi, o'qituvchisi kitob bilan nima qiladi, muomala qiladi. Endi yana bir holat bor, bu gapni ko'p aytaman. O'qitish, mutolaa masalasiga baribir majburiylik kerakda. Ana. Kerak. Kinoga yoki konsertga ixtiyoriy bo'lishi mumkin. Yosh bolaga multfilm ko'rasanmi, kitob o'qiysanmi, siz albatta multfilm ko'raman deydi. Bu ham uni aybi emas. Chunki tanlov yengil bo'lgan har doim. Biz yengil va oson yo'ldan yurishni yaxshi ko'ramiz. Mutolaa bu mehnat, mutolaa bu baribir qisman og'ir yuk, yaxshi ma'nodagi yuk. Bu narsani taqdim etish albatta kattalarga bog'liq. Qarang, majburiylik kerak. Mana majburiylik kerak. Ma'lum yoshga yetguncha majburiylik kerak. Masalan, biz bolamiz sog'lig'iga bir muammo bo'lsa, albatta majburlab dori ichiramiz, uni tuzatib olish uchun, to'g'rimi? Parvarish qilamiz. Nima uchun biz o'sha ma'naviyatida jarohatini davolashga harakat qilmaymiz. Biz masalan mana buni kiyishing kerak deymiz. Mana bu sog'lig'ing uchun foydali, albatta mana bu sut mahsulotlarini yeb turishing kerak deymiz. To'g'rimi? Uni o'sha sog'lom bo'lib o'sishi uchun oziq-ovqatlarni shunga qarab tanlashga harakat qilamiz. Nima uchun? Ma'naviy tarbiyasi uchun. Shu qadamni bosmaymiz. Bu bizning og'riqli tomonimiz. Keyin mehrni ortiqchasi ham masalan, biz hozir bolalarimizga mehr beryapmiz deb juda ko'p bolalarni, ayniqsa o'sha to'kis xonadonlarda ortiqcha erkalatib yuboryapti. Og'izdan chiqqanni muhayyo qilyapmiz. Aslida ortiqcha mehr ham bu bolaga zarar. Nimaga biz uni to'kislikka o'rgatib qo'yamiz? Biz uni harakat qilmaslikka, og'izdan chiqqanini muhayyo qilishga o'rgatamiz-da, katta bo'lganda eplolmay qolamiz. Ayniqsa o'smirlik pallasida bizga ko'p murojaat qilishadi. Voy, eplolmayapman deb qolishadi, bilasizmi? Bir nufuzli tashkilotda ishlaydigan otasi kirib keldi. Gulxanga. Chunki bolasi kichkina sinfda o'qiganda u rasmlarni chiqartirgan edi. Men shu qizimni eplolmayapman dedi. Iltimos, men dedi yuboraman oyisi bilan bir yo'l-yo'riq bering, yana shunga rasm chizdiradi. Maqola zakaz qilasizmi dedi. Kelib turdi, keyin gaplashdik. Chin ko'ngildan shu qiz bilan gaplashdik-da. 1-2 yil masalan 10-11-sinfda mana biz nimalarga vaqt ajratishimiz kerak, qarang. Bolalarga muloqot kerak. Maqola yozdirdim. Mana maktabingda mulohazali mavzular bo'lishi. Men maktabingning raqamini ko'rsatmayman, o'qituvchingga minus qilmayman dedim, chunki ular qo'rqishadi, ertaga ovoza chiqib ketadi. Buni umumiy muammo sifatida tashlaymiz o'rtaga, mulohaza uchun mavzu qilib tashlaymiz dedim. Shunaqa qilib u yozib keldi. Keyin qanaqa kitob o'qiding? Oxirgi marta desam o'ylanib qoldim. Bo'lmasa bitta kitob o'qiysan-da, menga yoqqan, o'zingga yoqqan joyini yozib kelasan. Nima uchun yoqqanini yozib kelasan. Bir kitob o'qidim degan kunimiz bor. Shunaqa qilib yo'lga solib oldim shu qizni. Qarang, mana oliygohga kirib ketdi, otasi kelib, rahmat opa deb ketdi-da. Mana qarang, o'sha demak ham oyisini ham, onasini ham so'ziga kirmayapti. O'smirlik pallasi shunaqa-da. Nimagadir shu meni kuchayib ketadi-da bularni. Hammasini emas. Agar ota-ona uni ko'ngliga yo'l topib, unga do'stona munosabat qilsa o'sha yoshda, unda u ko'chaga chiqmaydi o'rtoq qidirib. Qachon o'ziga ko'chadan o'rtoq qidiradi bolalar ham, qizlar ham, qachonki ota-ona unga do'st bo'lmasa. Agar u do'stona munosabat, xuddi o'rtoqdek, bugun maktabingda nima bo'ldi? O'rtoqlar, bu yoqdan gaplashganda o'rtoqlari haqida ma'lumot chiqadi. Darslar qanaqa o'tayotganini aytib beradi. Biz qizlarim bilan shunaqa do'stona o'rtoqdek gaplashardim. Qiziq bir narsalarni aytib berishardi. Mavzular topib olardim jurnallarga. Suhbatlashardim. Shunaqa qilib ularni gapga solib qo'yardim-da, ana undan keyin tushuntirardim. Biz yaxshi sifatlarimizni yuqtirishimiz kerak-da. Uning uchun sizni bolangiz ham kuchli bo'lishi kerak. Men qizlarimni shunaqa kuchli qilib tarbiyalab oldim deb o'ylayman. Ona sifatida. Ona sifatida. Endi boyagi fikringizga aynan
bitta o'smir yoshni ota onasi Gulxandan bir yaxshi ma'noda yordam so'rab kelgan bir vaziyat. Men Gulxanni, Tong yulduzini, umuman bosma nashrlarni ijodiy platforma sifatida qabul qilardimda. Hozirgi fikringizdan keyin buni qaysidir ma'noda tarbiyaviy bir maydon sifatida ham olishimiz mumkin ekan. Chunki har bitta hikoyani negizida, umuman badiiy asarlar negizida qaysidir ma'noda o'sha tarbiya yotadi. Albatta, u xulosalar bo'lishi tarbiya yotadi. Chunki u hayotda ko'rdingizmi, qanaqa yashashni o'rganadi, qanaqa yo'l, hayot bu matematika deyiladi, bilasizmi? Lekin yechim bitta bo'ladi. U yechimga siz tor ko'chadan borasizmi, keng ko'chadan borasizmi? Ertaga boshi berk ko'chaga kirib qolmasligi uchun sizda mustaqil fikr bo'lishi kerak. Mustaqil fikr yo'lni topa bilib o'sha yechimga, ijobiy yechimga borish uchun mana bularni o'qib ulg'ayishingiz kerak. Mutolaa bo'lishi kerak. Yaxshi asarlarni mutolaalari. Yaxshi asarlarni mutolaalari bo'lishi kerak. Biz bolaligimizda Anvar Obidjonning she'rlarini o'qib katta bo'lganmizda. Va albatta Xudoyberdi To'xtaboyevni bolalar yozuvchi sifatida mehr bilan hali ham yaxshi ko'ramiz. Hali ham shu kitoblarni varaqlaymiz. Bugun bolalar adabiyotida, she'riyatida, nasrida kimlarning nomini alohida baralla ayta olasiz? Xudoyberdi To'xtaboyevdek, Anvar Obidjondek bolalarning yuragiga, qalbiga kirib bora oladigan kimlar bor bugun? Farg'onadan Qobiljon Shermatov degan tanilib qoldi ancha o'z ijodi bilan. U o'sha adashmasam Milliy kontent agentligida xizmat qilyapti. Buvimning oshqozonidagi mamlakat degan asar yozdi. Oho. Ko'pchilikka manzur bo'ldi. She'rlar ham yozyapti, topishmoq she'rlar yozyapti. Juda ham yaxshi. Nazarimda ertaga ustozidan o'zadigan shogird bo'la oladi. Umid qilamiz. Xo'p, yana o'sha she'riyatda Dilshod Rajab juda ham hali nuqtasiga urib yozadilar, bolalarga yetib boradigan. Orif To'xtash, Dilshod Rajab, Kavsar Turdiyeva, nasrda mana Muazzam Ibrohimova juda ham yaxshi hikoyalar yozadi. O'zi bolalar shifokori bo'lgani uchun taniysizlar. O'sha jamoat faoli ham tibbiyot bilan bog'lab yozadi, hikoyalarni ham, qissalarni ham. Hammasini tibbiyot bilan bog'laydi. Juda chiroyli qilib yozadi. Masalan, vitaminli bo'g'irsoq degan she'ri bor-da. Mana shu o'rinda aytib o'tishim mumkin, qiziqtirish uchun bolalarimizni. Mana shuni o'zini rasmlar bilan alohida kitobcha qilsa bo'ladi, kichik yoshdagi bolalar uchun. Biz o'sha bo'g'irsoq ertagini juda ham yaxshi bilamiz, lekin u aksini yozgan, bilasizmi? Chol bilan kampir bo'g'irsoq pishiribdi-yu, bo'g'irsoq dumalab ketib o'rmonga kirsa, ayig'i yonidan xullas ayiqga ro'para bo'ladi. Ayiq aytadiki, bo'g'irsoq, yo'lingda davom etur, mani holim yo'q, mazam yo'q deydi-da. Keyin bo'g'irsoq aytadiki, mendan ozgina ushatib yegin, sanda o'sha men vitaminli bo'g'irsoq, men temirli bo'g'irsoq degan joylari bor-da. Qarang, hammasini yoddan aytib bera olmayman, lekin hayron qolganman-da olib kelganda tahririyatga. Men unda Bekumachor jurnalida ishlardim. Bog'chadagi bolalarga chiqdi 2 yilcha. Keyin men G'uncha jurnalga o'tib ketganimdan keyin, lekin hech kim davom ettirmadi. Yangi asr nashriyotda chiqqan, buni ham hozir tiklash kerak. Chunki bog'cha yoshidagi bolalarga ham aynan shu adabiyot yo'q. Mana xususiy bog'chalar ko'p. Ana shu yerlarga ham mana shunaqa jurnallar kerak, kitoblar kerak. Vitaminli bo'g'irsoqlar kerak. Vitaminli. Yana arazlagan ushoqlari yozdi. Bu qizimiz juda ham qobiliyatli-da. Bilasizmi, Archa va Shamcha deydi. Sarlavhalarni ko'rsangiz-da yozganlarini. Biz ularnichi nimasini, rag'batini deymizmi, hurmatini joyiga qo'ya olmayapmiz nazarimda. Agar biz bularni ozgina rag'batini joyiga qo'yganimizda bugun bular bilmadim. Bolalar adabiyoti uchun ancha xizmat qilgan bo'lardi. Mana buni o'sha qissalari, hikoyalari men eslashim kerak bor. Mana Zamira opa o'zlari ham Ibrohimova. Hali aytdim-ku, Gulgina 2 tomli nimalarni yaratganlar maktabgacha yoshidagi deb. Ana shu Zamira opa Ibrohimova ham Zamira buvining ertaklari YouTube'da yuritadilar. Kechqurun erta o'qiydilar. O'zlarini ertaklarini o'qib beradilar. O'zlari yozgan erta. Chunki ular biladilar bolalarga nima kerakligini. Shunaqa mazmunli ertaklari, hikoyalari biz jurnalda ham berib boramiz. Bularni doimiy ravishda men kutib turaman yaxshi ijodkorlardan kelishini. Keyin yana ijodkorlarimiz bor, viloyatlarda o'qituvchi ijodkorlarimiz bor.
bilasizmi, ularni laboratoriyasi o'sha maktabda o'zidada, ular mavzuni bizga qaraganda osonroq topishadi. Nimani yoritishni bilishadi. Boborahmat Muhammadiyev, Isoq Ismoilov degan Jizzaxdan, Boborahmat Muhammadiyev Samarqanddan, Ochil Toshqulov keyingi paytda yozmayaptilar, bir xabar olib qo'yishim kerak, Surxondaryodan. Mana o'qituvchilar bular. Shunaqa yaxshi hikoyalar yuborishadi. Shunaqa mazmunli, bilasizmi? Mana poytaxtda turib ijod qilayotgan ayrim yozuvchilarimizdan kuchli asarlar. Men ularni navbatsiz so'nggi ba'zida navbat kutib qoladi mualliflarimiz. Men ularni navbatsiz qo'yib yuboraman. Nimaga? Chunki u o'quvchiga qanaqa zavq bag'ishlashini, muxlisga qanaqa zavq bag'ishlashini men his qilaman. Shuning uchun ham navbatsiz qo'yib yuboraman. Hozir Gulxanga navbatsiz chiqadigan yaxshi shoirlar, yaxshi mualliflar, yaxshi yozuvchilarni alohida mehr bilan aytib o'tdingiz. Ularning nomlarini sanayotganda ko'zlaringiz yonib ketdi-da. Bu ham o'sha ijodkorlarga bo'lgan bir hurmat. Yaxshi demaylik, shu yerda mahoratli deylik. Mahorat. Chunki bo'shroq yozadiganlar xafa bo'lib qoladi, bilasizmi? Lekin kelayotgan ijodkorlarimizni hammasi o'zini zo'r deb o'ylaydi. Shuning uchun ular xafa bo'lmasligi uchun mahoratli so'zni ishlataylik. Mahoratli yozuvchi shoirlarimiz orasida Zahro Hasanova ham bor. Keling, Zahro Hasanovani o'zlaridan bolalar uchun atalgan she'rlardan bir ikkita eshitsak. Endi jinday jo'nroq, soddaroq ham tug'ilishi mumkin, lekin men bolalarni hisobga olaman-da, xo'pmi? Oila otam, oila onam, oila ukam ko'zlari, oila singlim, oila bobom, buvijonim so'zlari, oila desam biri tan, biri jondek ko'rinar, mo'jazgina mustahkam, bir vatandek ko'rinar. Men ularni o'zimdan tasavvur etmam ayro, oila kichik vatanim, men jilg'aman u daryo. Rahmat, salomat bo'ling. 2025-yilda meni bir vaziyat juda ham quvontirdi. Oltin qalam milliy mukofoti aynan Gulxanga taqdim etildi. Va bu nafaqat meni, aynan o'sha zalda o'tirgan butun bir jurnalistlarni, ma'naviyat targ'ibotchilarini, aynan o'sha bir voqeaga guvoh bo'layotgan deyarli hammani quvontirdi. Tilagim, istagim aynan Gulxan yana avvalgidek gurullab yonsin. Gurullab yonsin. Bugun ko'targan mavzuyimiz juda ham dolzarb mavzu. Chunki bolalar mavzusi, bolalar bilan bog'liq bo'lgan vaziyatlarni hech qaysinisi oddiy bir holat emas. Har bittasi alohida jiddiy mavzu. Gulxan bolalarniki, Gulxan ota-onalarniki, Gulxan o'qituvchilarniki va albatta bugun Gulxan o'qigan bola ertaga bemalol O'tkir Hoshimovni o'qiy oladi. Bugun Gulxanni varaqlagan bola ertaga Said Ahmadni varaqlaydi. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz siz uchun ham, biz uchun ham, tomoshabinlar uchun ham manfaatli bo'ldi. Zahro opa, rahmat kelganingiz uchun. Yana mana shunday bir manfaatli suhbatlarni davom ettiramiz. Salomat bo'ling. Taklif uchun katta rahmat. Salomat bo'ling.